Assalomu alaykum aka. Bugun El Clasico bor ekan. Barselona bilan Real o'yini. Shot necha bo'ladi taxminiy hisobingiz? Taxminiy hisobim 4-2 Real hisobiga. Rahmat aka. Assalomu alaykum aka. Bugun El Clasico bor ekan aka. Barselona Real o'yini. Taxminiy hisobingizni aytasiz aka? To'g'risi menga qiziq futbolga qiziqmayman. Shunaqa inson. Assalomu alaykum aka. Bugun Barselona Real o'yini bor ekan. Taxminiy hisobingizni aytasiz? Xohlasa Real 5-6 gol yish haqida turibdi. O'tgan safar jichaqchilarga tek qo'yishdi bizni Barsachilarni. Xohlasa yutug'imiz Barselonaniki. Qo'limizda Real bu bugun 19:15 da El Clasico barcha Realga degan yozilib turibdi. Barsaga bir kishi o'zimiz Rahmat. Assalomu alaykum aka. Bugun Barselona Real o'yini bor ekan. Shunga taxminiy hisobingizni aytasiz? Kim bitadi? Rahmat aka. Aka, assalomu alaykum, hormang. Bugun El Clasico bor ekan, Barselona Real o'yini. Shot necha bo'ladi deb o'ylaysiz? Barselona Real может durang o'ynashi ham mumkin. Может Real yoki Barsa yutishi ham mumkin. Endi o'yinda ko'ramiz. O'yin hal qiladi deysiz endi. Rahmat aka fikrlar. Mana fikrlarni bildik, kasbdoshlarning og'zi. El Clasico'ni taxminiy shotini 19:00 gacha kommentariy orqali aniqlaymiz. Aniq shotni topgan insonga Ziyo Market tomonidan chiroyli zo'r sovg'amiz bor bitta.